Samarqanddan keldi. Elasi 3 g'ildirak. Kamko'sti faqat pulun jo'rda bo'lyapti. Restavratsiya qilinganda chaqillab ishlayapti. Chaqillashini sababi ko'pincha mana tegdi krestikda lyuskaga chaqillaydi. Undamas ekan. Bu yerda paris kengayib ketgan ekanda mana. Mana iz tushgan. O'sha tarelkaga mana lapratlashiga o'tirganda o'sha yoqqa o'tirganda chaqillab ishlayapti. Shu lift bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Chunki mana shu oyoq kengayib ketganicha. G'or bo'lib ketgan desa ham bo'ladi, g'or. Endi bunaqa vaziyatda qilingan bo'lsa 5 kun, 6 kun bo'lgan. Buni qilmaymiz. Menda boshqa bor edi. Butunrog'i, tiniqrog'i. O'shani restavratsiya qilib, bunga yig'ib beraman. Bu metallim ketadi. Gilzasini olib qo'ysa bo'ladi. Shu